bor ekan, buni kattasi bor. Mana qo'qon arava mana qarang. Qo'qon aravalar mana har xil kichigi, mana kichiklari, mana tashanga deganimiz bo'ladi o'sha. Mana qarang, resorlari bilan qarang, tormozlari bilan qarang. Juda zamonaviy qilgan ekanlar shu paytda qarang. Qarang, buni. Qarang, loy otmay yoqganini qarang. Uni loy otmay qilgan. Qarang, loy ko'p bo'lganda hozir. Rezinka ekan qarang. Yo'q, qattiqni qarang. Aytma nima. Resorlar qarang. Og'ir tushmaslik uchun-da. Juda bo'lagan qarang. Tan beradigan bo'lar. Bu otni nimasi? Bo'yinga ildiradigan. Bo'yin turuq. Bo'yin turuq. Bo'yinda ilib qo'yganda qarang o'sha davrda. Mana ildirganda. O'rislar kelgandan keyin bo'yin oladi. Endi bir oxirini sindirib olgan ekan-da. Mana bu sindirib kelgan ekan. Qarang. Mana darvoza ham yo'q, mana qarang. Qo'qon varatasi deb, Qo'qonda o'sha qadimgi varata eshik ekan, darvoza ekan. Qarang, qadimgisi o'sha. Muxtor bularni qarang. Kattaligi qarang. Qarang. Ha, endi bu yog'ochlar bular qanaqadir bu qayrag'ochlardan bo'lsa kerak, juda kuchli qayrag'ochdan qilingan bular, qarang. Mixsiz qilingan, qarang, mixsiz. Ha, mixsiz. O'sha davrda qarang. Yo'q. Teshib nima qolgan. O'shani o'zida. Mana darvoza o'sha. Qadimgi darvozalar mana qarang. Ha, bular o'sha 350 yil davridagi darvozalar bular. Hokim oyim madrasasining darvozasi ekan bu. Qarang. Qarang. Tushdi, tashqari tushdi. O'zimiz kino ko'ryapmiz-ku.